Zo'r bitta maz bor, metiluracil, protivovоспалительный, antibakterialni hisoblanadi va yuzimiz juda ham qurib ketganda juda ham zo'r effekt beradi. Men patsientlarimga doim увлажняющий kremlariga no'xat tekkini qo'shib ishlatishni tavsiya beraman, chunki yuz uhudi avvalo домашний uhoddan boshlanadi. Birinchi o'rinda siz yuzlaringizni umvalka yordamida обязательно tozalab olishlaring kerak. Ikkinchisi bo'lsa tonik. Tonikda yuzlarimizni artib, pH seviyasini normallashtirib olishimiz kerak va albatta sivorotka. Agar sivorotkalaring yo'q bo'lsa, o'zlaringni любой увлажняющий kremlaringni olasizlar. Ozgina o'sha metiluracil kremni ozgina tomizasizlar. Birgalikda yuzlaringga quruqshagan zona qo'llaring kremlariga qo'shib ishlatsalaring, sizlarda zo'r namlanish, увлажнение 100% bo'ladi. Albatta sinab ko'ring. Batafsil ma'lumot uchun albatta menga obuna bo'ling. Zo'r bitta maz bor, metiluracil, protivovоспалительный, antibakterialni hisoblanadi va yuzimiz juda ham qurib ketganda juda ham zo'r effekt beradi. Men patsientlarimga doim увлажняющий kremlariga no'xat tekkini qo'shib ishlatishni tavsiya beraman, chunki yuz uhudi avvalo домашний uhoddan boshlanadi. Birinchi o'rinda siz yuzlaringizni umvalka yordamida обязательно tozalab olishlaring kerak. Ikkinchisi bo'lsa tonik. Tonikda yuzlarimizni artib, pH seviyasini normallashtirib olishimiz kerak va albatta sivorotka. Agar sivorotkalaring yo'q bo'lsa, o'zlaringni любой увлажняющий kremlaringni olasizlar. Ozgina o'sha metiluracil kremni ozgina tomizasizlar. Birgalikda yuzlaringga quruqshagan zona qo'llaring kremlariga qo'shib ishlatsalaring, sizlarda zo'r namlanish, увлажнение 100% bo'ladi. Albatta sinab ko'ring. Batafsil ma'lumot uchun